Homilador bo'lishni qiyinlashtiradigan 4 ta odat. Agar men hozir sanab o'tadigan 4 ta xatolardan sizda ham bor bo'lsa, albatta bularni o'z vaqtida to'g'rilang. Birinchi xato, demak, noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish oqibatida sizda insulin gormoni oshadi, undan keyin esa testosteron. Buning oqibatida ovulyatsiya kuzatilmaydi. Ikkinchisi bu stress va kam uyqu. Kam uyqu ta'sirida prolaktin gormoni oshadi, stress oqibatida esa kortizol. Bular ham ovulyatsiyani kechiktiradi. Uchinchisi bu kam harakatchanlik. Kam harakat oqibatida sizda insulin gormoni oshadi va bachadon va tuxumdonlarda qon aylanish yaxshi bo'lmaydi. Natijada ovulyatsiya kuzatilmaydi. Va to'rtinchisi, sizni ovulyatsiya kunlaringiz bilmasligingiz. Agar aniq shu kunlarda agar jinsiy aloqa bo'lmasa, homiladorlik kuzatilmaydi. Agar siz ham shu xatolarni qilgan bo'lsangiz, albatta uni o'z vaqtida to'g'rilang. Va 5-chisini aytib o'tmadim. 5-chisi bu siz turmush o'rtog'ingiz o'z vaqtida shifokorga ko'rinmasligi va vitaminlarni qabul qilmasligidir. Agar sizga bu ma'lumotlarim qiziq bo'lsa, bu videoni saqlab qoling va menga obuna bo'lishni unutmang.